hücütüde degan Uyg'urlarningki Türk bo'lganligi buni inkor qilganligi, ya'ni hukumatningki bu o'to'g'riliq tushuncha beryapti. Yani bir millatningki o'zining tarixini butunlay inkor qilish bu boshqa yerlarda ko'rilgan, balkim bu 5 yil o'tganlar buni his qila oladi. Accepted that the limited nature of verifiable information presented challenges to analysis of genocidal intent. It argues that that is by design. The Chinese government continuing to impede the flow of information concerning its crimes against the Uyghurs. The information which has made its way to the public domain, says the report, gives rise to serious concerns the Chinese government making genocide against the Uyghurs. Yana qo'shimcha reportlarningki, yana Holocaust Museumningki bu reportlarningki oxirgi o'ziningki yakuni, ya'ni ama Uyg'ur sodininki bu boshqa reportlarningki chiqargan oxirgi yakuniga tayanmaganligini tushuntiryapti. The work of Ethan Goodman, an investigative journalist, needs particular mention because his evidence will not be reliable. Yani birisi Ethan Goodman'ningki Uyghur sotiga bergan faktini %100 qabul, ya'ni uningga tayanmaganligi buni ishonmaganlik emas, faqat buning yetarlik bo'lmaganligi sababidan buni to'liq asos qilmaganligini tushuntiradi. Yani bu yoshlarning yo'qolib ketishi, ularningki ishki a'zolarini ag'a elish uchun maqsad qilgan degan. Ammo buningda yani bu sodiningki organ etkazchilik sodi to'g'risidagi o'zininki ko'z qarashlarini tushuntirgan. Yani nima uchun bu ko'z qarashda bo'lganligini o'zi tushuntirgan, ya'ni nurg'un o'xshamagan isbotlar bilan. Yani bu yani birisi oshkorlangan hujjatlar to'g'risida tushuncha beryapti. Bütün oshkorlangan hujjatlarning hammasi Xitoy hukumatininki qonuniy hujjatlari deb qabul qilindi, ya'ni buni yani bu
qo'lga tushagan bütün dokladlar, hujjatlar hammasi tor betida e'lon qilindi yani. Came directly to this tribunal from sources that cannot be identified during the September evidence hearings. Following a preliminary assessment, it was determined that an academic with pre-existing knowledge of the matters to be dealt with should be engaged to analyze the documentation. Yani bu sotun qo'liga 2000 mush yil 9-ay atrofida Dr. Zenzi's qo'lga tushgan hujjat to'g'risida tushuncha beryapti. Yani Xitoy hukumatiningki oshkorlangan hujjati doktor Adrian Zenz, James Millwardningki sotqa bergan bayonoti isboti doktor Tobin bular hammasi shu report orqali bu reportni oshkorlagan va buni tushuncha bergan bu to'g'risida tushuncha berdi. Yana davlatlardanmi biz hujjat talab qildik, lekin hech qanday bir davlat bizga bu to'g'risida bizning talabimizni rad qildi yani. Yani bu hükümetlerninki bizden talep qilgan bu hüccetlerini bermesligi, bunun to'g'ri bo'lmaganligi to'g'risida o'zining fikrini bayon qiladi. Yani misalga Amerika'ningki bu Xitoy hukumati qirg'inchilik o'tkazadi degan qarorni bergan, lekin hech qandaq buningga qandaq bu yakun chiqqanlik to'g'risida jarayonni e'lon qilmagan va bizga qo'limizda talab qilgan bu materiallarni bizga bermagan, mush to'g'risida tushuncha berdi hozir. Yani parlamentlarda Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik o'tkazyapti degan bir qancha parlamentlarda bu talash tortishlar bo'ldi va qarorlar bo'ldi. Ammo bu qarorlarningki qanday qonunlarga tayanganlik aniq emas. Hamda bunun balkim siyosiy maqsadi bo'lishi mumkin degan bu ko'zdan kechirildi yana bu hamda Uyg'ur sotininki qarori yanilam qaytalayotdiki butunlay shu faktlarga tayanganligi mutaxassislarninki qonun shunoslarninki va eng muhimi shu Uyg'urlarning Uyg'ur shoirlarining Another general matter, which I'll summarize in the passage of time. It's important to realize what evidence is given of detention, torture, surveillance, invasion of people's homes. It's necessary not just to look at it from the point of view of the person suffering what's happened,
doing those things too, and being willing to do those things too. Yani birisi inaydi düşündürüşkü muhim bolğan bir misalga insanlarning zor avallıqqa uçurganlıqı, qiyin qıstaqqa uçurganlıqı. Bunun da faqat şu zor avallıqqa uçurgan kişininki azabın nelam düşünüş emas ve muşu ziyankeşlik ve cinayetni ötküzgenlerninki maqsad, masalan, qandaq bir maqsad bilan ötküzgenligi, kimning buyruqi orqali ötküzgenligi degandek bu jihatlardan tushuncha beryapti. Not just the suffering of the victims, but there are thousands of individuals who plan the systems in operation, who are trained and train others to do what is necessary to bring the system to force. Bununki bir kişiga yoki necha yuz kishiga bo'lgan ziyankeşlik emas, buningdagi minglagan kishilarning mushu jinoyatlarni o'tkazish uchun yuqoridan bularga bergan vazifasi va mushu ko'plik hatto ba'zi mutaxassislar, professorlar, doktorlar bularninki Xitoy hukumatining sistemlik yana bir millatga qartgan jinoyatiga sherik bo'lishga majbur bo'lganligi yoki o'zligidan xalab qilganligi mushu jihatlarni ko'zdan kechirish kerak demoqchi. Tribunal then moved to submit general fact-finding. Was there a plan? Endi bütün qo'limizga tushgan materiallar hamma isbotlardan keyin eng oxirida yana bek mo'yin bir jarayon plan bormi, ya'ni hukumatninki planimi bu maqsadli qilganmi demoqchi. Responsibility for what was going on allowed the perceived security threat posed by the Muslim majority population. Yana Xitoy hukumatiningki nima uchun Uyg'urlarni qarlash, terrorga chetishlik to'g'risidagi ya'ni o'zininki bexatarligi siyosati, ya'ni 2013-yili Xi Jinpingninki Xinjiangni ziyorat qilishi va oxirida bu Uyg'ur terrorchilarga hech qanday bu terror deb bekitganligi degan mushu jarayonni tushuntiryapti. When Chen Guangdo was appointed party secretary in 2016, coming from Tibet, Yani Xinjiang'ninki 2016-yili Tibetdan yo'tkab kelib partiya sekretari bo'lganligi va uningdan keyingi uning yurgizgan siyosati, yani 2017-yildagi aşkılık qarshi siyosati, Committee of the Region's People's Congress said it was emphasized that regulations constitute the implementation of central government policy, decisions and requirements, especially in order to implement the important instructions and requirements of General Secretary Xi Jinping. Other matters of history include a policy intensified in 2018 associated with bu yerda yanılam shu Xitoy hukumatininki siyosati va Uyg'urlarninki Uyg'urlarga qartilgan siyosati to'g'risida tushuncha beryapti. Bular hammasi yozma tarjima qilindi. Men faqat bugun asosliq Sir Jeffrey Nice efendimninki so'zninki mazmunini tushuncha beryapman. Çünkü bu material mening qo'limga oldin ola tushmaganligi uchun buni tarjima qilishim biroz men uchun sal tez. Shuning uchun buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman qarindoshlarniki.
Yani bu yıl 9. ayda qo'limizga bu oshkorlangan hujjat qo'limizga tegmagan shu vaqtdimi butunlay bu bo'lgan voqealar va isbotlarga qarab Uyg'ur soti buningki hukumatninki sistemlik plan bilan bo'lganligi bu ya'ni hukumatning siyosati va yuqoridan plan bilan bo'lganligini qabul qilgan hamda bu hujjat shu qarorning to'g'riliqini isbotladi yani. You'll find in the document when it's available further detail about leadership and central government responsibility. Report e'lon qilingandan keyin sizlar bu hukumatninki siyosati aniq e'lon bo'lindi. Buni tushunib olasizlar. Masalan, Xitoy masalan Tobin doktor Tobinninki reportida buni aniq bayon qilingan. Masalan, Xi Jinping uning siyosati qadam Uyg'urlarni kontrol qilish siyosati inchki yozilgan buningda. Different state and CCP agencies from which it can be seen that all power goes from the most senior echelons of government. Professor James Millward James Millwardninki bergan bayonoti yani milliy esnik siyosati to'g'risida tushunchalarni tushuncha bergan buni tushuntiryapti. confirms the understanding by Millward, Tobin and others that the PRC's policies of such importance to the perceived national security threat was initiated and directed by the party secretary of the CCP. Yani bu mutaxassislarninki bergan isbotlari shuni deydiki hukumatninki yani Xitoy hukumatininki siyosati eng yuqori yani Xi Jinpingninki bir qo'lliq shuning buyrug'i bo'yicha bo'lganligi. Yani bu davlatninki bexatarligini bano qilib kontrol va hamda Xi Jinpingninki ba'zi oshkorlangan so'zlari yig'inlarda qilgan so'zlari to'g'risidagi shularni tushuncha beryapti. Yani 17 yılı 18 yıldaki bazı bayanatlardaki Uygurlarga qaralgan siyaseti bu Çinçengo'nun Zhuhailun'ninki siyasi Uygurlarga qartalgan siyasetleri özünün sözlerinde aşkarlangan yani. These documents are the highest and second highest classification of some documents. Hamda bularni aytdi maxfiy hujjatlarlikin buningki siyaset yani shu Xi Jinpingning kelganligini isbotlanganligini tushuntiryapti. Uyg'ur soti bu eng yuqori darajali kadrlarninki yani Xi Jinping, Jinping, Zhuhailundagi kishilarning qo'li bilan bir qo'lliq planlagan va ijro qilganligi qabul qildi.
Yani bu en yuqori derecelik kadr, yuqori derecelik kişilerninki buyruq bo'lmagan bo'lsa, bu ishlarning bo'lishi mumkin bo'lmadi demoqchi. Can I have break, please? The target is satisfying that within the PRC's field system, barbaric, cruel, and sadistic torture has been perpetrated. The target is satisfied so far as rape and sexual violence is concerned, that rape and other sexual violence within the field system was widespread. So far as regional and cultural destruction is concerned, satellite imagery identified the destruction of Uyghur soduninki qabul qilgan qaysi jinoyatlarninki isbot bo'lganligi bo'lsa tan jazosi qiynash buning mavjudligini qabul qilganligi on the ground from witnesses heard by the tribunal. Cemeteries and other sites of religious significance jinsiy zo'ravonlik Uyg'ur din va displays religious adherence, including attending mosques, praying, wearing headscarves and beards, and madaniyat yo'qotish siyosatininki haqiqatligini qabul qilganligi. the tribunal is satisfied that PRC has implemented a comprehensive policy of destruction of physical religious sites, conducted a systematic attack Yani on legal religious Uyg'urlarninki diniy ziyonkashlikka uchraganligini qabul qilganligi, masalan, masjidlarni chiqilgan to'g'risidagi butun shu paktlarni qabul qilganligi. often they have no knowledge of the whereabouts of their relatives. One man told us Yani mecburi yo'qotib o'tish, masalan, nurg'un Uyg'urlarning o'zining urug' tuqqanlarining yo'qolib ketganligi, buning haqiqatligini qabul qildi, yani haqiqat. received evidence in other ways from surveys and so on of thousands of people reporting on the incarceration of thousands of relatives. Yani minglagan Uyg'urlarninki bu mecburi yo'qotilib o'tganligi, bu to'g'risidagi paktlarni qabul qilganligi va bunga ishonganligi tushuncha beryapti. Without substantive cause, without any recognizable or legitimate presence, I turn to the issue of birth control, which Endi shu tug'ut kontrol qilish, yani and it may actually be better first eng muhim jihat. to the conclusion, and then to explain component parts of it. The conclusion, paragraph 125, is that the tribunal is satisfied that the PRC has effected a deliberate, systematic, and concerted policy. Yani bu Uyg'urlarninki The population in Xinjiang Uyg'urlarning for long-term sonini kontrol qilish yoki azaytish uchun tutgan siyosati buningki and reducing Uyghur births. yani Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini tuvallatishni sistemlik siyosat bilan ipaganligini qabul qilganligi. 123 or 4. First of all, there's the public policies on birth. Bu to'g'riliqmi shu siyosatni, yani Xitoy hukumatining o'zining tug'ut kontrol qilish, Uyg'urlarni kontrol qilish siyosatini tushuntiryapti hozir. In the place that for so many centuries has been their home. That is what's material and natural birthright. And then we will learn about, from evidence, including from evidence produced by China, by the People's Republic of China, until such time as it stopped providing figures of the extraordinary decline in birth. Yani Xitoy hukumatining o'zining hujjatlari, burungi hujjatlarining ama yaqinqi zamonlarda bu tug'utning azab ketib qolgan to'g'risidagi hujjatlarni oshkorlamaganligini buni tushuntirib berdi. Religious extremism with population growth of
Yani dini aşkınlıkni bu milletninki köpeyişini kontrol qilish ikkisini technically allowed musha orqali o'zininki shu siyosatini to'g'ri deb justification deymiz shu siyosatini tushundi hozir. 2017, the birth control policy was intensified. 2017 yili bu kontrol texmo kuch ilib berilganligi to'g'risida tushuncha beryapti. Special campaign to control birth violations. That led to what was associated with the steep rise in prosecutions and internments, which I just referred. Yani mushu siyosatdan ko'plagan kishilarninki mushu sababdan yani tug'ut planliq tug'utga bo'yicha shu siyosatiga bo'ysunmaganligi uchun tutilib ketishi va nurg'un ziyonkashlikka uchraganligi to'g'risida faktlarning bo'lganligi to'g'risida tushuncha beryapti. Of the special computerized devices that only be removed surgically are very significant when you compare the figures for Xinjiang. Yani ayollarga mecburi üzüksiye sağan bununki sanını aldığın yıllara seriştuğa vakitki bu mesela 100.000 yani bu sanınınki nait çoğun özgürüş boğanlığı köpeygenliki bunundan şu In 2019, the authorities formulated a plan to conduct widespread sterilization in Anandaki 2019 yıldaki misalga Xotanda ayollarniki mecburi operatsiya qilish siyosatininki bu oshkorlanganligi Because the tribunal declared multiple witnesses who had themselves been yani Uyghur soti bir qancha şahitlarninki özünün beşidan o'tganlarni anglatqanligi masalan doktorlar bir doktor ayolninki Uyghur sotida bergan şahit isbot to'g'risida tushuncha beryapti hozir. and witnessed the killing of babies. Ballarni qandaq hayat tug'ilgan ballarni o'ldirish siyosatlari mushular hammasi bir millatninki sonining ozishi majburiy holatda bo'lganligi isbotlangan. Shows things as clear as anything can be, because sometimes pictures are better than words. Yani grafik orqali bu Uyg'urlarninki sonininki ozliganligi tushunadi yani 73% tushib ketgan 2000 Across 29 counties with indigenous majority populations, there is data, the birth rate fell by 55%. yani bu hujjatlarninki asos butun Uyg'urchaga tarjima qilinib e'lon qilindi. Bu inchki jihatdagi analiz yozmadan ko'rib olasizlar. That material overall that led to the conclusion that I already read to you. This analysis by Dr. Zenz Shu doktor Zenz va boshqa mutaxassislarninki reporteri yani fakt bilan bergan bular hammasi Uyg'ur sotida qabul qilindi yani buningki ishonchlik material ishonchlik bo'lganligi. has three components. In migration of plan, encourage, press, religious engagement. Yani masalan Xitoylarni cho'ng ko'lamdagi yo'tkash yani Uyg'urlarni iki milliy kimlikligini yo'qotishni maqsad qilgan Of the most bo'lgan. policy levers.
yani en bulanın içindeki en iğir siyasi değil mi şu ballarının tuğuluşunu mecburi toxtatqanlığı ve Uyghur Uyg'urlarga middle school Uyghur children being placed in Khan Uyghur ballarınınki özününki ailesini ayırıp Xitay hükümetininki ayrı etiliş məqsədində silinğan məktəblərdə əkətgənligi bu doğrusudurmu? Düşüncə beribdir. Yəni məcburi. Yəni bu ballarını bütünlüy Xitaylaşdırış siyasətini qollanğanlığı. Məcburi əmgək doğrusudur qolluğa kəlgən isbatlar doğrusudur düşüncə beribdir hazır. Yəni Xitay hökumətininki aşkara Uyğurlarını işgirləgi əzən əmgək küçü qılıb ipmanğan doğrusudur bu düşüncələrini beribdir. Yəni məcburi əmgək. Yəni birisi hökumətininki iqtisadi paydalanışla emas milli kimligini yo'qotishni maqsad qilganlik to'g'risida tushuntirdi. In the very recent period, sociologist and genocide expert Dr. Ton Swan. Əmdi bu Uyğur sotununki qanunu cəhətdə qaysı kişilərin qanuni fikirləri yoki şu asas qılğanlığı to'g'risida tushuncha qilyapti. Masalan, Ton Zvanning to'g'risidagi qonuni jihatdagi tushuntiryapti. Ya'ni mutaxassis doktor ya'ni birisi Doktor Lemkinninki 48-yili tərəfindən qəbul qılınğan irqi qırğınçılıq cinayəti. He said it's intended genocide to signify a coordinated plan of different actions. Bu irqi qırğınçılıqnınki qanun cəhətdəki düşüncələri boyunca düşündürüyordu. Yəni Lemkinninki qandaq bunu göz qaraşdı bolğan Zvanninki göz qaraşları deməkçi. In a general sense, genocide can be seen as an organized process of systematic persecution and destruction of a considerable group or category of people by other people under the auspices of a state or political regime. Who belongs to the target group is defined by the person. Beklam qanuni cəhətdəki mürəkkəb düşündürüşlər bunu yazmasını oqıvasanlar oldu. Asaslık kanun cəhətdəki mühim noktalarını düşündürüyordu da. Says there are differences between them, but they share genocide's from a sociological point of view. The genocidal interest
And in those circumstances, says Dr. Swan, mass atrocities and genocide activities have a high chance of following. But China, he suggests, the Chinese authorities may refrain from genocide and mass killing. The regime and its security services dispose of many means of what are called crushing techniques already developed in Mao's time. Sharp surveillance, forced re-education in schools, detention camps, forced labor, endless restriction on movements and harassment. And he suggests that the victims stay alive, but, as the sociologist called it, their freedom of living is nevertheless to a high degree destroyed. For him, genocide may be rooted or taken root in many policies with different intentions, and he was disinclined to allow for good motives of the state to be associated with bad, where genocide was happening or is likely to occur. And of course, he must be accepted that protection of the state against terrorists and protection by state borders can always be a legitimate state action. And then finally, that for any